Nimaga har safar biz? Nimaga? Nimaga har doim boshda zo'r o'ynab turib, oxirida har doim biz mag'lubiyatga uchrashimiz kerak? Nima sababdan? Oldinlari bahona qilardik. Bizda futbolga sharoit yo'q, bizga futbolga e'tibor kam deb. Lekin mana shu yili futbolga haqiqatdan sharoit yaratib berildi. Haqiqatda e'tibor berildi. Lekin biz yana Olimpiadaga chiqdik. Va shunchaki mag'lubiyatga uchrab qaytib kelyapmiz. Qachongacha ayting, biz qachongacha mag'lubiyatga chidab yashashimiz kerak? Umrimiz oxirgachami? Yoki futbol umuman ko'rmaylikmi? Bizga ayting shuni. Xo'p, harakat qilgandirsizlar. Lekin bu yetarli emas. Yetarli emas, tushunyapsizlarmi? Yetarli emas. Bizga g'alaba kerak. Biz baralla boshimizni ko'tarib O'zbekiston deb baqirishimiz kerak. Sizlar 34 million aholi uchun o'ynayapsizlar. Faqat o'zingizlar uchun emas, 34 million aholi uchun. O'sha 11 kishi O'zbekiston taqdirini hal qilyapsizlar. Iltimos, shuni ozgina bo'lsa ham his qilib o'ynanglar.